Siz oxirgi marta qachon haqiqatan ham zerikkaningizni eslolmaysiz. Yo'q, men hozir qanaqadir ochiq kutib o'tirgan paytingizdagi 5 sekund zerikib ketishingizni yoki internetdan videoga chiqib turgan payt zerikib kutib o'tirishingizni nazarda tutganim yo'q, u hisoblanmaydi. Men shunchaki o'zingiz bilan yolg'iz qolgan paytingiz hech qanaqa sizni chalg'itadigan narsalarsiz, telefonsiz, televizorsiz, prosta zerikishni nazarda tutyapman. Eslolmayapsizmi? Chunki zerikish shunaqa bir yoqimsiz tuyg'uki, miyamiz uni xotiradan o'chirib tashlashga harakat qiladi. O'zingiz bir o'ylab ko'ring, internetdagi bironta bir videoni yoki qanaqadir bir darsni yoki hatto kontent qiladigan odamnimi biza bir yomonroq gap bilan haqoratlamoqchi bo'lsak, nima deb aytamiz? Zerikarli. Bu ayniqsa menga o'xshagan kontent qiluvchilar uchun juda ham bir haqoratli gapdek tuyuladi. Biz zerikishdan shu darajada qo'rqamiz, shu darajada nafratlanamiz, shu darajada undan uzoqlashamiz. Bugun men bu videoda mana shu yerda zerikishni obro'sini tiklamoqchiman. Unga qo'yilgan hamma tuhmatlardan uni xalos qilmoqchiman. Va hamma qochadigan bu qo'rqinchli tuyg'uni siz uchun ishlaydigan eng kuchli qurolga aylantirmoqchiman. Agar bu videoni oxirigacha zerikishga bo'lgan ko'z qarashingizni o'zgartira olsam, ishoning hayotingiz tubdan o'zgarib ketadi. Videoni oxirida xudo xolasa o'zingizda boshqalarda yo'q bo'lgan qandaydir super qobiliyat borligini his qilasiz. Agar videoni oxirigacha siz foyda ola olmasangiz, videoga like bosmasangiz ham roziman. Qanunda hayotingizni o'zgartirishni boshlaymiz. Faqat undan oldin agar sizga meni kontentim qiziq bo'ladigan bo'lsa va ayniqsa dasturlash sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, meni Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'yishingiz mumkin. Bu yerda yanada qiziqarli va aynan shu dasturlashga tegishli qiziqarli mavzular bo'ladi. Mana bu yerga o'tib obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Birinchi qism. Nega zerikishdan bunchalik qo'rqamiz? Zerikish bu prosta noqulaylik emas. Bu og'riq. Men bu gapni majoziy ma'noda, ko'chma ma'noda aytayotganligim yo'q. Men to'g'ridan-to'g'ri biologik haqiqatni aytyapman. Olimlar zerikkanimizda miyamizda jismoniy og'riqqa javob beradigan markazlar xuddi tanamizga igna kirganda faollashgandek faollashishini isbotlashgan. Qisqasi, sizning miyangiz uchun zerikib o'tirish bilan barmog'ingizni kesib tashlash orasida unchalik katta farq yo'q, chunki ikkalasida ham og'riqqa javob beradigan hujayralar ishlaydi. Lekin eng g'aroyib tomoni nimada bilasizlarmi? Men o'zi bu faktni shunchaki yo'l-yo'lakay aytayapman. Men aytmoqchi bo'lgan narsam shundaki, biz ba'zan zerikishdan ko'ra jismoniy og'riqni yaxshi deb bilamiz. Zerikishdan shu darajada biz nafratlanamiz, shu darajada qochamiz. Bu prosta burtirilgan gap emas, bu fakt bu. Mana isboti. Olimlar bitta eksperiment qilishgan ekan. Bir guruh odamlarni bitta oppoq zerikarli xonaga 6 minutdan 15 minutgacha bo'lgan vaqt ichida qamab qo'ygan ekan. Xonada boshqa hech narsa yo'q bo'lgan, faqatgina bitta narsa bor bo'lgan. Knopka bo'lgan. Kim o'sha knopkani bossa, qo'lini tokurgan. Nima deb o'ylaysiz? O'sha odamlar mana shu arzimas 15 minutda mana shu xonaning ichida qanaqa qilib o'tkazgan? Jim o'tirgan deb o'ylaysizmi? Hech narsa qilmasdan? Yo'q. Ko'pchilik zerikib qolmasligi uchun qo'lini o'sha knopkaga tekkizib, tokurdirib o'tirgan. Qayta mana shuni qilavergan. 15 minut chidolmagan. Ya'ni ular mana shu zerikish azobidan qochish uchun kerak bo'lsa mana shu jismoniy og'riqni yaxshi deb bilgan. Rostdan ham o'zi Alloh taolo Qur'onda aytganidek, innahu kana zaluman jahula. Odam zoti o'ta johil, o'ta zolim. Biz mana shunaqa qilib ko'pincha o'zimizga nima yaxshiligini bilmasdan o'zimizga zulm qilamiz. O'zi borku, bu haqiqatni isbotlash uchun unaqa uzoqqa borib qanaqadir eksperimentlarni aytib berish ham shart emas. Mana o'zi svit o'chib internet yo'qolib qolgan paytlarida nima qilasiz? O'zi eslab ko'ring-da. Birinchi qilayotgan ishingiz prosta shu galereyaga kirasizda 100 marta ko'rilgan o'sha rasmlarni listat qilib o'tirasiz. Chunki odamning miyasi har doim dopaminga muhtoj. U 1 sekunddan bo'sh qolishni xohlamaydi. Va xuliqal insanu zaifa. Alloh taolo odamni mana shunaqa zaif, muhtoj qilib yaratgan. Qoningiz to'q, ustingiz but, hamma narsangiz bor bo'lib tursa ham, turgan joyingizda o'zi miya zerikishdan qo'rqib o'tiradi. Doim nimalardir kerak bo'lib turadi sizga. Keyin mana shu joyda amaliy ish o'tkazamiz. Sizdan prosta kuzatib o'tirmasdan ishtirok etishingiz kerak bo'ladi. Keling, hozir birgalashib sizlar bilan hech narsa qilmaymiz. 1 minut prosta o'tiramiz, hech narsa bilan shug'ullanmaymiz. Haq, rostdan ham juda ajoyib eshitiladi. Biz hech narsa qilmaymiz. Siz bu minutda asnosida hech narsa qilishingiz mumkin emas, gapirishingiz mumkin emas. Sizni chalg'itadigan hamma narsani uzoqlashtiring, ayniqsa telefonni. Agar qo'lingizda ushlab olgan bo'lsangiz, bir joyga qo'yib qo'ying. Keyin telefonni pauza qilishingiz ham mumkin emas, ovozni eshitib turishingiz kerak va hech kimdan maslahat so'rashingiz ham mumkin emas. Hozir boshlaymiz. Mana boshlaymiz hozir. 3 2 1 ketdi. Subhanalloh.
1 minut o'tib ketdi o'zi. Men yana xitriylik qilib yana vaqt qo'shmoqchi bo'ldim. Vaqt tugadi. Balkim bu vaqt siz uchun cho'zilib ketganday tuyulgandir. Balkim bu vaqt ichida siz o'zingizni g'alati, noqulay his qilishni boshlagandirsiz. Balkim siz ham oldin e'tibor bermagan detallarga e'tibor berishni boshlagandirsiz. Masalan, devordan keladigan yorug'lik, soat chiqillashi, tashqaridan keladigan ovoz. Bu rostdan bir g'alati narsa. Ichingiz g'umillab ketadimi, bir kulgingiz keladimi, o'zingizni tushunmaysiz. Mana shunaqa jim o'tirsangiz hech narsa qilmasdan. Chunki bizning miyamiz bunga o'rganmagan. Har doim nimadir bilan band bo'lib, zaynat bo'lib, mana bu la'nat telefonda qanaqadir kerak emas reels, shortslarni ko'rishga, arzon dopaminni olishga o'rganib qolganmiz, o'tirib qolganmiz. Endi bo'lsa birodarlar, kelinglar. Hozirgina mana shu his qilganimiz g'alati, noodatiy zerikishni tagida qanaqa katta xazinalar borligini ko'rib chiqamiz. Ikkinchi qism, zerikish ijodkorlarning eshagi. Men hozir aytib o'tirgan narsam balkim sizlarga ham g'alatiroq tuyulishi mumkin, shuning uchun ozroq diqqat qilishinglarni so'rab qolaman. Zerikish bu hamma buyuk kashfiyotlar va yorqin g'oyalarning boshlanish nuqtasi. Hamma maqsadli odamlar o'zlari bilib bilmay minib yuradigan eshagi. 2014-yili Man va Sadman degan ikkita odam haqiqatan ham ismi bir-biriga o'xshab ketar ekan. Shu ikkalasi 3 guruhga studentlarni jamlab bitta tajriba qilib ko'rishadi. Birinchi guruh studentlarning qo'liga telefon kitobchasini berib, o'sha telefon kitobchasining ichida yozilgan ma'nosiz zerikarli raqamlarni 15 minut asnosida ko'chirib chiqishni buyurishadi. Ya'ni maqsad ularni maksimal darajada zeriktirish. Ikkinchi guruh studentlarga xuddi mana shu telefon raqamlarini berishadi, faqat baland ovozda o'qib o'tirishni buyurishadi. Maqsad ularni ham zeriktirish, faqat u darajada maksimal darajada zeriktirish emas. Uchinchi guruh studentlar maza qilib o'tiradi, ya'ni ular hech narsa qilmaydi. Unaqa zerikarli ishlarni qilmaydi. Shundan keyin mana shu uchala guruhdan ham bitta savol so'rashadi. Oddiy plastik stakandan qanaqa uslublarda noodatiy ravishda foydalanish mumkin? Ya'ni biz o'zi o'ylaganimiz stakandan faqat ichiladi, to'g'rimi? Boshqa narsa qilinmaydi. Ya'ni ularga shunaqa savol tushganki, noodatiy ravishda boshqa nimalarda foydalanish mumkin? Kreativ fikrlash kerak bu uchun. Endi o'zingiz nima deb o'ylaysiz? Qaysi guruh eng kreativ va eng ajoyib g'oyalarni ayta olgan? Albatta, 15 minut eng ma'nosiz va eng zerikarli ishni qilib o'tirgan birinchi guruhda. Xulosa shuki, zerikish miyadagi ijodiy fikrlashga o'xshagan qobiliyatlarni chaqlab tashlaydi. Xuddiki pichoqni chaqlaganimizdek, miyani mana shunaqa qilib chaqlasa bo'ladi zerikish orqali. Pichoqni ishlatishdan oldin chaqlasangiz, keyin hamma narsani lizvadek kesib tashlaydi-ku. Miyani ham ishlatishdan oldin chaqlab olsangiz, zerikish orqali chaqlab olsangiz, ya'ni mana shunaqa qilib zo'r g'oyalarni olib kelib berar ekan sizga. Buni ham o'zi sinab ko'rish uchun borku, hech qanaqa kashfiyotlar, hech qanaqa bizga tajribalar kerak emas. Mana o'zingiz bir o'ylab ko'ring-da, nima uchun bizga eng zo'r g'oyalar, akramakumulloh, dushda o'tirganimizda yoki hammomda o'tirganimizda yoki transportda ketayotganligimizda keladi. Chunki aynan o'sha paytda biz miyamizni o'zini holatiga tashlab qo'yamiz. Miyaga uni o'yla, buni o'yla degan buyruqlar kelavermaydi. U kishanlardan ozod bo'lib ketgandan keyin o'zi fikrlashni boshlaydi va o'zaro bog'liq bo'lmagan fikrlarni, g'oyalarni bir-biriga jamlab bir ijodiy, ajoyib narsalar sizga ajoyib fikrlar paydo bo'ladi. Ajoyib g'oyalar kelib chiqadi. Lekin ming afsus bo'lsinki, subhanalloh, hozir o'zimizni qo'limiz bilan mana shunaqa imkoniyatlarni o'zimiz o'ldiramiz. Hatto dushga kiradiganlar subhanalloh musiqa eshitib o'tiradi. Men yaqinda ko'rib qoldim, subhanalloh, mana bunaqa chexollar ham bo'lar ekan. Mana shu chexollarni ishlatib, bilmayman, dushda ham hatto video ko'rib o'tiradigan odamlar bor ekanda, qarang-da, subhanalloh. Hojatda o'tirganda ham ayniqsa yoshlarning orasida telefon ko'rmaydiganlar sanoqli bo'lib qolgan bo'lsa kerak. Yo telefon ko'rilsa ham mayli, qanaqadir buzg'unchi, fahsh narsalar ko'rib o'tiriladi. Agar dunyoviy o'ylaydigan bo'lsak, mana shunaqa qilib o'zimizni qo'limiz bilan biz miyamizni qobiliyatlarini o'ldiryapmiz, o'zimizdagi imkoniyatlarni o'ldiryapmiz. Oxiratni o'ylaydigan bo'lsangiz, diniy tomondan o'ylab ko'radigan bo'lsangiz, biz o'zimizni qo'limiz bilan oxiratimizni kuydiryapmiz. Allohimizdan. Uchinchi qism, zerikishdan qanaqa qilib qurol sifatida foydalanish mumkin. Mashhur rassom Salvador Dali ilhom kelish uchun juda ham bir ajoyib usuldan foydalangan ekan. U kresloda o'tirib, qo'liga metal sharchani ushlab olib uxlagan ekan. Mana shu uxlash asnosida qo'lidagi metal yerga tushib ketib, taq tushgandan keyin uyg'onib ketgan ekan. Aynan mana shu uyqu, uyg'oqlik orasidagi tumanli holatda uni miyasiga shunaqa bir realistik, shunaqa bir kreativ g'oyalar kelgan ekan. Bu odam o'zini ijodi uchun zerikishdan mana shunaqa foydalangan ekan. Mencha endi nima qilishim kerak? O'zi borku juda ham oddiy. Siz iloji boricha zerikish omillarini ko'paytirishingiz kerak. Hamma sizga zerikma deb turgan paytda men nabarat zeriking deyman. Hamma kontent qiluvchilar sizni kuldirishga, qiziqarli narsalarga, bilmayman, o'yinlar o'ynashga chaqirib turgan paytda men sizni boshqacharoq narsaga chaqiraman, birodar. Birinchisi, o'zingiz uchun hech narsa qilmaslik vaqtini belgilab oling. Har kun o'zingiz uchun 10-15 minut vaqt ajrating. Bu vaqt ichida siz hamma sizni chalg'itadigan narsalardan uzoqlashtiring. Telefondan, notebooklardan, televizordan, kitob o'qishdan, hamma narsadan uzoqlashing. Prosta derazani ochib, derazaga qarab o'tirsangiz ham bo'ladi yoki bitta nuqtaga tikilib o'tirsangiz ham bo'ladi. Vaqtdan unumli foydalanib, qanaqadir savobli ish qilsangiz ham bo'ladi. O'zi dinimizda qarangda, juda ham bir mo'jizaviy narsalar bor-da. Bekordan bekorga bizga namoz o'qishlik farz qilinmaganda, namozni shu hikmatlaridan bittasi bo'lsa kerak, vallohu alam, miyangizni chaqlaydi sizni.
Siz namozda prosta Alloh taolo bilan bog'lanasiz. Sizni chalg'itadigan hamma narsadan uzoqda bo'lasiz. Musulmon bo'lmaganlar boya aytganimizdek qo'liga sharid ushlab olib, uxlashga harakat qilib, miyasini chaqlamoqchi bo'lsa, siz zikr qiling, namoz o'qisangiz bo'ladi, Qur'on o'qisangiz ham bo'ladi. Ish qilib 10-15 minut o'zingiz uchun hamma shu chalg'itadigan narsalarni otib yorib vaqt ajrating. Ayniqsa kechqurun hamma uxlagan paytda siz 10-15 minut kechasi namoz o'qishga vaqt ajratsangiz, eng zo'r ishni qilgan bo'lasiz. Eng savobli ishni va miyangizni chaqlaydigan eng muhim ishni qilgan bo'lasiz. Ma'na aytdi deysiz. Ikkinchisi, hayotda sizni chalg'itadigan narsalarni kamaytiring. Masalan, metroda ketyapsizmi, qandaydir transportda ketyapsizmi, svetoforda kutib o'tiribsizmi, ochirtda kutib o'tiribsizmi, birdan telefonga yopishib ketmasdan o'zingizni chalg'itadigan narsalardan uzoqlashing. Osmonga qarang, foydali narsalarni fikrlashga harakat qiling. O'sha vaqtdan unumli foydalaning. O'zi bunaqa narsalarni musulmon odamga miyangni mana shu chaqlaydi deb qiziqtirishda hojati ham yo'q, chunki bizning dinimizda o'zi buyurib qo'yilgan bu narsalar. Mana Qur'onni ochib ko'rsangiz, nechta joyda tafakkur, ta'ammul qilishga buyuradigan oyatlar bor. Afala yatadabbarunal Qur'an, inna fi zalika la ayatan liqaumin yatafakkarun. Qarang, shu narsalarda ham katta hikmat bor, subhanalloh. Siz biror bir muhim ishni boshlamoqchisizda, lekin qila olmay yuribsizmi? Masalan, kitob o'qishga o'zingizni majburlanmayapsizmi? Yoki bironta bir mahoratni takin ushlab, o'sha mahoratni yaxshi o'rganmoqchisizda, lekin qila olmay yuribsizmi? Masalan, IT sohasiga kirishmoqchisizda, lekin qila olmayapsizmi? Dasturlash sohasiga, masalan, aytgancha dasturlash asoslari haqida meni yaxshi materiallarda tayyorlab chiqilgan zo'r kursim bor. Hammangizga tavsiya qilaman, agar dasturlashga qiziqsanglar, menejer akkauntiga murojaat qilib yozilsanglar bo'ladi kurs uchun. Shu bahona albatta kursimni tiqishtirib ketyapman, reklamasini. Ish qilib, mana shunaqa kurslar borligini bilasizda, lekin siz o'rgana olmay yuribsizmi shu kurslarni? Keling, siz prosta shu ishni qilishingizdan oldin 10 minut, 15 minut vaqt ajratingda, xuddi bu videoda qilganimizdek oddiygina zeriking. Shunda siz mana shu boshlashga qiynalib turgan narsangizni nafaqat qila olasiz, balki o'sha ishni maroqlanib qilasiz. Xuddi haligi studentlarda bo'lganidek. Ular maroqlanib qilganligi uchun mana shunaqa kreativ fikrlarni o'ylab topa olganda. Chunki dopaminga chanqoq miyangiz uchun o'sha ishni qilish zerikishdan ko'ra ancha qiziqarliroq tuyulib qoladi. Eslab qoling, ijodkor va maqsadli odamlar shunchaki o'tirib hech narsa qilmasligi uchun vaqt topa olishligi kerak o'zligida. Va zerikish bu yomon narsa emas. Zerikish bu miyangiz uchun restart knopkasini bosganga o'xshagan qayta yuklaydigan bir funksiya. Zerikishdan qo'rqmang. Mana shundagina siz oldin o'zingizda kashf qilmagan qobiliyatlaringizni yuzaga chiqarasiz, inshaalloh.